Turishingiz nechi pul? Bilmayman. Nima demoqchisiz? Umumiy Bukizni da. okey. Zara bu Nechi pulga olgan? bu где-то 900 ming atrofida. 900 ming, a? 900 ming qimmat emas. Qimmat kiymayman. Единственный qimmat narsam bu meni sumkam deydi. Nechi pul sumkangiz? Miu Miu brendi ekan. Da. Buni Fransiyadan где-то skidkada olgan edim. Nechi pulga? 2000 atrofida. $2000, a? Ko'ylagingizchi? Platogi bilan. Ko'ylagim platogi bilan где-то 1 million 200 ming atrof. Qaysi brend? Zara. Zara. Soatingiz? Soatim iWatch. Prosheniyali общий nechi pul? Hammasi где-то $100 atrofida. Buni Amerikadan sotib olganman. Soatchi? Soatim ham Amerikadan menga xo'jayinim sovg'a qilgan. Yo'q, oyoq kiyimingizchi? Oyoq kiyimim, kстати, kechagina oldim Zaradan. Juda ham udobniy ekan. Chiroyli. 1 million necha yuzdir. Ziragingizchi mancha Balmain desa kerak. Da, yo'q, ziragim bor-ku. Yo'q, oddiy bijuteriya bu H&M. H&M. Yaxshi ko'rib olgan edim. Tishlaringiz ham vinir Da, ekan. da. Nechi pulga tushgan? Vinirli. Har bitta tushim $250 bo'lgan. Oo. 5 yil oldingi hisob, demak где-то $5000. $5000 bo'lgan. 5 yil oldingi hisob bo'yicha. Nima ish qilasiz o'zingiz? O'zim kompaniyamiz bor. Qanaqa kompaniya? Oilaviy biznes, logistika bilan shug'ullanaman. Logistika bilan shug'ullanasiz. Demak, bu opamiz biznes woman ekanlar, o'rtoqlar. Общий turishlari nechi pul bo'ldi, o'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Podpiska bosishni unutmang. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Sizga katta rahmat.